xo'jayinimdan oldin boshqa yigitlar bilan uchrashib yurgan qizman-da, masalan. Boshqa yigitlar ham bo'lgan hayotimda. O'tmishim bo'lgan. Men hech qachon bu narsani qanaqadir bilasizmi, sekretga ushlamaganman-da, chunki men 38 ga kirgan ayol kishiman. Va albatta 38 yoshimgacha yurmaganman. Assalomu alaykum. Bo'lmadi. Da. Bu endi to'g'risi bu. Hop. Undan oldin yurgansiz. Men bilaman qanaqa nimalardan o'tganman, men faqat men bilan Alloh biladi albatta. Ko'p muxlislarim ham kuzatishgan, bilishadi. Qanaqa oldin sevardim, sevgidan kuyardim. Любовь tere bo'ldi bu yerda. Işte sevgi tere bu og'riqda. Siqilib kayf qilasiz. Siqilib kayf qilmasdim. Men o'ylardim, что sevgi bu siqilish. Demak, sevgi bu siqilish emas, sevgi bu baxt. Sevgi bu hurmat, izzat. Sevgi bu pozitivli narsalar, negativli narsalar emas. Lekin bu narsani anglash kerak ekan-da. Bu narsalardan birinchi chiqib ketish kerak ekan. Undan keyin anglaganingizdan keyin bu narsalarni, что sevgi, muhabbat bu yaxshilik, sevgi, muhabbat bu pozitiv, sevgi, muhabbat bu hurmat, izzat va albatta yaxshilik. Hamma narsa yaxshilik. Onani isterikasi boshlandi. Menga yopishib ketgani uchun, qizini o'zimdan itarganim uchun, "Sen meni qizimni urdingga tushdi." Ona meni ushlab olgan, ko'rsanglar. Qiziga unaqa hozir aytib beraman sizlarga. Anaqa qizimni urma deb meni himoya qilyapti-da, qattiq ushlab olganda, lekin qizi urib yotibdi. Tushunasizlarmi? Yana nima bilan? Bizning uyda bunaqa salfetka bor-da, salfetka qo'yadigan tilla rangdan bo'ladi. Ana o'shan bilan, o'sha narsa bilan urganda, qaynonam bu yerda meni ushlab turgan. Men o'sha uvillab yig'laganman. Uvillab yig'laganimda qaynisinim videoga olib meni, "Aka, mana qarang, xotiningizni uvillab shantaj qilyapti bu. To'g'ri qilarkansiz, bu bilan yashamaysiz. Buni anaqasi siz aytsangiz biz ishonmasdik" deb tepamda turib videoga olganida, "O'zingniki ham gapirgan, ha deb menikini gapirmasdan" deb yig'laganman o'sha payt. Hozir bu yubkami, brubkami? Bu yubochka. Yubochka zapaxli. Tam ichis ko'rinib ketmasin, kamerani ehtiyot qilib qolarsiz, Yo'q, ko'rinsa ko'rinursin. Halol narsani ko'rsatgan yaxshi. Qo'ligim yarashibdimi? Qizim bilan borib aylanib kelmoqchimiz. Qarshimasmisiz? Bular kabi chiroyli kiyinib yursang. Bo'ldi, ketayotgan bo'lsang yaxshi borib kel. Men ham kakras bugun bolalar bilan ko'rishim kerak. Bu sizning xotiningizmi? Xotinim. Endi nima qilamiz? Bilmadim endi nima qilamiz. Hozir bu vaziyatda nimadir deyish ham qiyin-da. Juda sal unito vaziyat bo'lib qoldi. Na qildim ey yuzlari zebo, aybim ne deb so'rama aslo. Mahrga nima so'ragan bo'lardingiz? Mahrga faqat mahrga hech so'ramayman, faqat e'tibor, mehr, sadoqat. Tamom. U oila bo'lgandan keyin vaqt soat bilan hamma narsa bo'ladi. Birga qilishni xohlayman. Hammasini noldan o'zimiz qilsak boshqachada u narsani mehnati boshqacha shirin bo'ladi. O'sha uchun hozirgi yosh qizlarga ham maslahatim, hech qachon sevdingizmi, uni gelik olib bering, tilla pula unaqa narsa emas. Eng ahamiyati uni sevish, uni qadrlasa. Agar ayol kishi erkakka mehr berib bo'lsa, erkak uchun hamma narsa qiladi.